Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo uyg'ur qurultiyi 28-iyul yakan Elishqi qirg'inchiligining 9 yilligi munosabati bilan bugun, ya'ni 17-iyul kuni chaqiriqnoma e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan uyg'ur tashkilotlarimizni yakan Elishqi qirg'inchiligining 9-yilligini butun dunyo miqyosi bo'yicha keng ko'lamda xotirlashga chaqirdi. Qurultayning chaqiriqnomasida mundaq deb ko'rsatildi: Aziz qarindoshlar, Mustabid Xitoy hokimiyatining 2014 yili 7 ayning 28 kuni Yakanning Elishqi yezini markaz qilgan holda ilib borgan qirg'inchiligining 9 yillik xotir kuni yaqinlab kelmoqda. Bu munosabat bilan qurultayimiz chet ellardagi butun uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni 28 iyul Yakan Elishqi qirg'inchiligining 9 yilligi munosabati bilan o'zlari turishliq davlatlarda keng turda norozilik namoyishlari, shahidlarimizni xotirlash faoliyatlari va axborot e'lon qilish yig'inlari uyushtirishga va bu orqali mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini qayta dunyo jamoatchiligining samiga silishga chaqirdi. Yakan Elishqi qirg'inchiligining 9 yillik munosabati bilan mustabid Xitoy hokimiyatining inson qalbidan chiqqan rəhimsiz qirg'inchilik tufaylidan hayotdan ayrilgan yakan shahidlarimizga, shundaqli Sharq Turkiston xalqining erkinligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotini taqdim qilgan barliq aziz shahidlarimizga cho'nqur ehtirom bildiramiz. Qurultayning chaqiriqnomasida yana mundaq deb ko'rsatildi: Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining 2014 yili 7 ayning 28 kuni Yakanning Elishqi yezini markaz qilgan holda ilib borgan rəhimsizlarcha qirg'inchiligi Sharq Turkistonning hozirgi zamon tarixida 5 iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyingi uyg'urlar duch kelgan eng zo'r siyosiy fojia va qirg'inchiliklarning biri sifatida ham Sharq Turkiston xalqi tarafidan ham dunyo jamoatchiligi tarafidan Xitoy hokimiyatining qonxo'rligi va zolimligining isboti va dalili sifatida xotirlanib kelinmoqda. Amaliyot 28 iyul Yakan qirg'inchiligi mayli qirg'inchilikning ko'lami va shakl jihatdan bo'lsin, hatto 5 iyul Urumchi qirg'inchiligidanmi eshib tushidi. Chet el matbuotlarining bayon qilgandek, bu rəhimsiz qirg'inchilik jarayonida 5000 atrofida beguna uyg'ur dehqon hayotini ayrildi. Necha ming yildan buyon ismi-jismi yo'q qilmagan Yakanning bir qancha an'anaviy yez qishloqlari xaritadan o'chirildi. Minglagan, hatto 10 minglagan beguna uyg'ur dehqonlari bu voqeaga chetilib, rəhimsiz Xitoy hokimiyati tarafidan zindonlarga mahkum qilindi. Sharq Turkiston bo'yicha nopus jihatda oldin qatorida turadigan va umum nopusi taxminan 1 milliondan oshadigan muqaddas Yakan, ya'ni Uyg'ur Seydiya xalqining qadimiy poytaxti Yarkan viloyatining asosli yez qishloqlari butunlay vayronchilik uchirdi. Xarobiylik aylangan Yakan diyoridan yangragan nafrat, qisos va chuqon sadolari butun Sharq Turkiston zaminini larziga soldi. Mustabid Xitoy hokimiyatining qadimiy poytaxtimiz Yakanda ilib borgan bu vahshiy qirg'inchilikni qisos va intiqom tuyg'ulari bilan abadiyan yod etish va Yakan shahidlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatimiz va seg'inishimizni bildirish bo'lsa, muhojirat yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarning vijdoniy va milliy burchidan iborat. Qurultayning chaqiriqnomasida mundaq deb ko'rsatildi: Muqaddas Ro'ziyatning 1-kuni, ya'ni 2014 yili 28 iyul Yakanning Elishqi yezida yuz bergan qirg'inchilik mohiyat jihatdan olganda o'zlarining turli noroziliklarini bildirish maqsadida namoyish ilib borgan uyg'urlarning Xitoy hokimiyati tarafidan fashistlarcha va rəhimsizlarcha qirg'in qilinganligining jonliq isbotidan iborat. Gerçi Xitoy hukumati bu voqeaning tafsilotini dunyo jamoatchiligidan yoshirishga tirishib kelgan bo'lsa-mu, ammo ba'zi chet el matbuotlarida va Sharq Turkistondan kelgan bevosita uchurlarda ko'rsatilishicha, bu qatimqi voqeada taxminan 3000 dan 5000 gacha bo'lgan uyg'urning Xitoy jallodlari tarafidan rəhimsizlarcha qirib tashlanganligi qayd qilinmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Yakan Elishqi yezining faqat 3 kentida 3000 dan ortiq kishi qirib etilgan. Elishqining 14, 15 va 16 kentlari xaritadan tamoman o'chirilgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining rəhimsizlarcha qirg'inchilikka uchragan Elishqi yezidagi uyg'ur dehqonlarining tinchlik shaklda o'zlarining noroziliklarini hukumatga bildirmoqchi bo'lganligidan boshqa gunohi yo'q edi. Demak, 28 iyul Yakan qirg'inchiligi mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining uyg'ur xalqiga qarata rəhimsizlarcha yurgizayotgan irqiy tozalash harakatining jonliq o'rnikidan iborat. Dunyo uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining har 6 oyda bir qatim 100 turan chaqirilgan umum yig'ini qurultay rahbarlik heyetining qaroriga asosan 15 iyul shanba kuni tor orqali o'tkazildi. 8 soatdan ortiq davom qilgan va istiqlol marshimiz bilan boshlangan yig'inda oldi bilan qurultay raisi Dolqon Ayso bilan Ömer Qanat apandilar qurultayning o'tgan yarim yilda ilib borgan umum faoliyatlari haqida doklad berib o'tdi.
Qurultayning tashkil ishlariga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash apandim bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan uning tarkibidagi tashkilotlar, shundaqli qurultay bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlar saqlanayotgan masalalar va qurultay tashkili jihatida duch kelayotgan turli xiristlar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Orqadan Dunyo Uyg'ur qurultayi yoshlar komiteti, ayollar komiteti, ichki ishlar komiteti, uchur tashviqot markazi, tadqiqot markazi, diniy ishlar komiteti, ma'rif komiteti, madaniyat komiteti, muhojirlar markazi, nashriyat markazi, sahiya komiteti, ekologiya komiteti, Xitoy ishlari komiteti, kishilik huquq komiteti qatorliq qurultay ijroiya komiteti tarkibidagi 15 organning mas'ullari mazkur organlarning o'tgan yarim yilda ilib borgan faoliyatlari haqida qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon va London ishxonasining direktori Rayma Mahmudlar bu ikki ishxonaning o'tgan yarim yillik xizmatlari haqida qurultayning vakolatchilari va oliy maslahatchilarimi o'zlari ilib borgan faoliyatlar haqida ayrim holda doklad berib o'tdi. Doklad berish oxirlashgandan keyin qurultayning bosh taftishi Farhod Yoqub apandim qurultay markaz organining va qurultay ijroiya komiteti qarmog'idagi 15 markaz va komitetning o'tgan yarim yillik xizmatlari qarta tayyorlagan baholash dokladini taqdim qildi. Yig'inning ikkinchi bo'limida bo'lsa, qurultay duch kelayotgan siyosiy, iqtisodiy va tashkiliy jihatdagi masalalar va xiristlar qaysilar va ularni qanday hal qilamiz? Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini dunyo kun tartibida tutib turishning chora-tadbirlari qaysilar? Xitoy hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida qonun javobgarlik tortish uchun mavjud xalqaro huquq sistemasidagi yo'chiqlardan qanday foydalanamiz? Uyg'ur masalasini BDT kishilik huquq kengashiga qaytadan ilib kirishning konkret yo'llari nima? BDTning munosabatlik organlarini, davlatlar va xalqaro tashkilotlarni harakatga keltirish uchun qanday strategiyani yo'l qo'yishimiz kerak? Taqimi ko'plagan davlatlarning parlamentlarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish, Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni chiqarishni qo'lga keltirish uchun nimalarni qilishimiz kerak degan masalalarni cho'radigan holda muzokara ilib bordi va bu asosda qurultayning keyingi yarim yillik konkret xizmat planini tuzib chiqdi. Yig'in oxirida so'z qilgan qurultayning siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi Dr. Erkin Akram apandim o'zgarayotgan bugungi dunyo vaziyatida Uyg'ur masalasining xalqarodagi o'rni, Uyg'ur masalasini yanada yuqori pallaga ko'tarib Xitoyga qarshi kuchli xalqaroliq besim shakllantirish va bu orqali Xitoyni navbat yurgizayotgan Sharq Turkiston siyosatidan voz kechishga qistoshning strategik yo'llari haqidagi tushunchalarni o'ttirib qo'ydi. Shundaqla yaqinda e'lon qilingan Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasida Uyg'ur masalasining o'rin olishining intayin zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir hodisa ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Uyg'ur masalasini G'arb demokratik ellarning davlat siyosatiga aylantirishning Xitoy uchun nihoyat zo'r siyosiy va diplomatik zarba ekanligini ifoda qildi. Dolqin Ayso apandim yig'inni qilgan xulosa so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayi qartilgan ishki, tashqi hujumlar va xiristlar avjiga chiqqan bugungi vaziyatda qurultay rahbarlari va qurultay vakillari o'zaro birlik va ittifoqlikni va siyosiy sezgurlikni yanada oshirib, butun diqqat e'tiborini vatan millat davosiga qaratishining to'liq zarur ekanligini, bu yil 10 ayning 30-kundan 31-kunigacha Dunyo Uyg'ur qurultayi, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Xalqaro parlamentarlar birligi AIPACning o'rtaq sohibxonligida Tokioda o'tkaziladigan Uyg'urlar masalasi bo'yicha Xalqaro parlamentarlar munbiri yig'inining bo'lsa, chet ellarda ilib berilayotgan da'vo tariximizda tunji qatim o'tkazilayotgan parlamentarlar yig'ini ekanligini va mazkur yig'inga 200 nafarga yaqin parlament a'zosi, chet ellik tadqiqotchi va olimlar, qonunshunoslar, hukumat arboblari, yana shundaqla 100 dan ortiq Uyg'ur siyosiy faoliyatchi va tashkilot rahbarlari taklif qilinganligini eslatib o'tish bilan birga, mazkur yig'inning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun qurultay rahbarlarining va qurultay vakillarining butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatishining to'liq zarur ekanligini ta'kidladi. Amerika Avam Palatasining Xitoy strategik raqobat alayida komiteti 13-iyul ovoz berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali taqiqlash qonun loyihasini ma'qullagan. Komitetdagi har ikki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan mazkur qonun loyihasi bu yil 5-oyda Demokratik Avam Palata a'zosi Richard Torres tomonidan sunilgan. Qonun loyihasi Amerika Markaziy istixborot idorasidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid uchurlarni to'plash va har yili davlat majlisiga doklad berishi talab qilingan edi. Avam Palata a'zosi Richard Torres 13-iyul bu munosabat bilan bayonot e'lon qilib, HR 3349 nomorliq mazkur qonun loyihasining Xitoy strategik raqobat alayida komiteti tomonidan birdak ma'qullanganligini tabriklagan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini istixborot orqali taqiqlash qonun loyihasi Amerikaning 2024-yillik istixborot xomchut qonuniga kirgizilgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi istixborot qonun loyihasi yuqorgi qonunning bir qismi sifatida ma'qullikdan o'tgan. Richard Torres 13-iyul e'lon qilgan bayonotida Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlarni bir xalq sifatida tarixini, madaniyatini,
kimligini va mavjudligini yo'qotish niyati borligiga doir aniq va qoyil qilarlik faktlar bor. Məcburi bola tushirish va homildorlikdan saqlanish sababidan Uyg'urlarning tug'ilishi allaqachon 50%dan azlab ketdi degan. Uning aytishicha, Amerika erkin dunyoning rahbari bo'lish sifati bilan uning ko'p tarafli birlashma ittifoq qurishi va qonun tadbirlarini qo'llanib bu dahshatli dafsanchilik va insoniyat qarshi jinoyatga taqobil turish mas'uliyati bor ekan. Richard Torres yana biz Amerika axborot organlarining to'liq kuchi va selinmasini qo'llanib dunyoning Xitoy kompartiyasining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik zo'ravonligining ko'lami va ig'irligini texim kuchlik va texim atrofli tushunishini ta'min etishimiz kerak degan. Richard Torresning qayd qilishicha, u bu qonun loyihasining Amerika Avam palatasi umum majlisida ma'qullanishidan umidvor ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 14-iyul Indoneziya poytaxti Jakartada Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining tashqi ishlarga mas'ul boshlig'i Wang Yi bilan ko'rishgan. Ikki tarafning uchrashishi Xitoy hakkerlarining Amerika hukumat organlarining ilxat aloqasiga qarata tor hujum ilib berishi bilan ayblanayotgan bir vaqtda ilib berilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Millerning aytishicha, ikki tarafning eng oliy diplomatining Jakartada o'tkazilgan Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'ini asnosidagi bu uchrashish Amerikaning nurg'un masalalardagi keng doiralik manfaatini oydinlashtirishda aloqa kanallarini ochiq tutib, raqobatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarish orqali qarshi tarafni xato tushunish va xato hisoblashni azaytish yo'lidagi mavjud tirishchiliklarning bir parchasi ekan. Reuters agentligining oshkorlashicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajalik bir amaldori Blinkenning Jakartada Wang Yiga Amerika hukumati, Amerika shirkatlari va Amerika fuqarolarini nishon qilgan har qanday harakat bizning cho'nqur diqqatimizni qo'zg'aydi. Biz muvofiq tadbir qo'llanib, buning javobgarlaridan cho'qim hisob so'raymiz deganligini bildirgan. Bu haftaning boshlari Xitoy hakkerlarining Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Amerika savdo ministri Gina Raimondoni o'z ichiga olgan Amerika hukumat organlarining elxat aloqasiga o'g'irlikcha kirganligi oshkorlangan. Xitoy hakkerlarining elxat hujumining bu yil 5-oylarda boshlanganligi va Blinken bu yil 6-oyda Xitoyni ziyorat qilishdan burun bayqalganligi ilgari surilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining uchurlarida Wang Yining Xitoyning Tayvan masalasidagi maydonni qayta ta'kidlaganligi, Amerikaning Xitoyga qartilgan embargoni bekor qilishni talab qilganligi ta'kidlangan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.